hozir. Meni vazifam, men boqishim kerak. Ayol zoti tug'ilganidan umrining oxiriga qadar uning nafaqasi, uning ta'minoti yaqinlarining zimmasida, gardanida bo'ladi. Agar qiz bo'lsa, otaning majburiyati qizini ta'minotini zimmasiga olish. Voyaga yetib uzatsak, erining zimmasiga vojib bo'ladi. Agar turmushi buzilsa, akasining zimmasiga vojib bo'ladi. Agar akasi bo'lmasa, ukasining zimmasiga vojib bo'ladi. Ukasi bo'lmasa, tog'asining zimmasiga, tog'asi bo'lmasa, amakining zimmasiga shu ayolni nafaqa bilan ta'minlash vojib bo'ladi, azizlar.